arzimagan 1-2 qultum suv organizmga qanchalik zarar yetkazishini hech kim o'ylab ko'rmaydi. Ha, albatta, bu 1-2 yutum suv bilan odam organizmi kasallanib qolmaydi. Lekin bu 1-2 qultum suvni deyarli har kuni iste'mol qilsak-chi. Kola bizni hayot tarzimizga kirib keldi. Yaqingacha bu ichimlik faqatgina ma'lum bir bayramlarda ichilardi. Hozirda esa deyarli har kuni. Bu bizni ritual, ya'ni bizni an'anamizga aylanib qoldi kola ichish. Oldinlari faqat bayramda ichilgan bo'lsa, hozir deyarli har kuni ba'zi bir xonadonlar bor, har bitta taom tanovuli vaqtida kola ichishadi. Kolaning tarkibida juda ko'p shakar bor. Bu shakar esa odam organizmi uchun eng zararli moddalardan bittasi. Bekorga shakar bu oq o'lim. Dunyodagi eng kuchli narkotik deyilmaydi. Sabab odamlar shakarga o'rganib qolgandan keyin bu girdobdan chiqib keta olmaydi. Shakar odam organizmida semirishga shakar odam organizmida semirishga, qandli diabetning 2-tipi bilan kasallanishga olib keladi. Shakar tishlardagi kariyeslarni, ayniqsa bu gazli ichimliklarning tarkibidagi shakar bo'lsa, bu emallarni yemirilib parchalanishiga olib keladi va keyinchalik tishlarsiz qolishimizga sabab. Kola tarkibidagi kofein esa odamda uyqusizlik, asabiylik va trevojность, ya'ni jahldorlikni chaqiradi. Bu o'ziga ko'nikmalar hosil qilib, qaramlikka olib keladi. Ayniqsa bu doimiy iste'mol qilinganda. Kola tarkibidagi yuqori shakar albatta yurak qon tomirlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa yurakdagi qon tomirlaridagi aterosklerotik blyashkalar, ya'ni qonni tomirlarini ichini oxlatlar bilan to'lib qolishiga olib keladi. Bu esa keyinchalik yuraklarda infarktlarga, miyalarda insultlarga olib keladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kola hattoki suyaklarga ham zarar yetkazishi mumkin. Shunday informatsiyalar borki, kola uzoq muddat ichilganda suyaklarning zichligini kamaytirib, ularni sinuvchan, ya'ni suyaklarni sinuvchan va suyak yemirilishiga moyil qilib qo'yadi. Kola tarkibida ko'p shakar bu shunchaki quruq kaloriyalar. Aytganimizdek, quruq kaloriyalar faqatgina semizlikka, moyillikka olib keladi. Bunda na vitaminlar, na oqsillar, na foydali bir mikroelementlar bor. Shuning uchun bu butun organizm uchun zahar sifatida ishlashi mumkin. Albatta, unutmaymizki, me'yor degan narsa. Biz aytayotgan so'zlar hammasi me'yordan ortiqcha iste'mol qilinganda olib keladigan kasalliklar hisoblanadi. Shuning uchun biz sizga aytib qolardikki, har bir narsada me'yor bor. Me'yorni unutmang. Bizga obuna bo'ling. Nima berib o'ylayman? Ish qilib qolamidi bu?